Məxluqatның operida bo'lish va yaratilishidagi qulaylik cheksiz bir ilmga ishorat qilmoqda. Chunki bir ishdagi qulaylik ilmning darajasi va mahorati bilan mos qadamda bo'ladi. Qanchalik ko'p bilsa, shunchalik qulay bo'ladi. Endi mavjudotlarning paydo bo'lishiga qarab boqayli. Hayron qolarlik bir qulaylik bilan hech qiyinchilik tatmay, ozg'ina vaqt ichida nuqsonsiz bir-biriga orlashtirib qo'ymasdan mo'jizalik bir shaklda operida qilinmoqda. Demak, bir cheksiz ilm sohibi bo'g'ishqa tasvirsiz qulaylik bilan bu ijodlar maydoniga kelmoqda. Masalan, har sekundda 4 inson, bir kunda taxminan 350 ming inson operida bo'lmoqda. Har biriga ko'z, quloq, tilga o'xshagan o'nlagan, yuzlagan a'zolar taqiladi va inson yaratilgan o vaqtning o'zida mikroblardan, bakteriyalardan, cho'millardan, chivillardan, qo'ng'izlardan tortib sanasangiz, qushlar, biliqlar va boshqa jonliqlarga qadar son-sanoqsiz jonliqlar dal shu vaqtning o'zida yaratilmoqda. Holbuki aslida tez ham qisqa vaqtda yaratilgan oddiy bir moddadan tarkib topgan jonliqlar nihoyat oddiy, shaklsiz va san'atsiz bo'lishi kerak bo'lsa-mu, ko'rganimizdek yaratilgan hamma narsa go'zal bir san'at naqshlar bilan bezalgan holatida va mukammal bir shaklda yaratilmoqda. Mana bu yaratilish Allohning Alim ismining kuchini bizlarga ko'rsatmoqda.